Mana buni shkatulka desa bo'ladi. Ishladim-da. Nech pul bo'ldi endi bu? Nima deyman endi men? Baribir pul berganimni olmaysiz, bermayman ham. Rahmat lekin. Boshqa ish topaman. Rahmat-ku, nech pul bo'ldi? Qaramay turing. 30 ming. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Ha? Seping-ku, bu-ku bo'lsin shu tarakanlar. Fosh. Dorim pulga sotib olganman. Ha, mana, qani, topganingiz oltin bo'lsin, oltiningizni menga olib kelib bering, men Allohu akbar. Kuyov, rahmat. Endigina yaxshi hayot kechiraman deganingda, Kuyov, shu yerda ishlayman dedimi? Voy, men bu atir parfumeriyalar hammasi, spreylar, men bu taralkalar hammasi originalmi? Brendli kiyimlar, Gap, BMW, Adidas. Sumkalar, Victoria's Secret, Dior, Cook sumka, Mijazor, Calvin Klein. Böyle shular tanladim, hisoblab. Kuyov, yangi ishlar muorib bo'lsin. bu yerda qarzga berilmaydi lekin. Hisoblab bering, o'zim pulimga olaman. Xudoga shukr, pulni ber ekan-ku. Bu zo'rdikon, bu Amerikadan любой narsani zakaz qilsangiz hammasini olib kelib beramiz. Mana. Manaqa, pensiyadan hisoblashib ketamiz, surishib ketamiz. Oh my god. Oh my god.